Bugun yana Zafar bilan gaplashdim. U bilan har safar gaplashganimda yuragim xapqirib ketadi. Men Zafarni sevib qo'yganga o'xshayman. Yoki bu shunchaki hurmatmi? Lekin nima uchun men uni rashk qilaman? Yo'q, bunaqa bo'lish mumkin emas. Bunaqa bo'la olmaydi. Men buni xohlamayman. Bu noto'g'ri. Men o'zimni qo'lga olishim kerak. Zuhra, men hammasini o'ylab ko'rdim. Ichimdagilarni sizga aytmasam bo'lmaydi. Faqat iltimos, qanaqa qilib, odamlar nima deydi, keyin nima bo'ladi deb savol bermang, chunki o'zim ham bilmayman. Men bitta narsani bilaman. Sizni yaxshi ko'raman. Lekin iltimos, gapimni bo'lmay turing. Bo'lmasa chalkashib ketaman. Oxirigacha eshiting. Agar sizda ham menga nisbatan ozgina tuyg'ular bo'lsa, men harakat qilib ko'ray. Lekin agar opangizni o'ylayotgan bo'lsangiz, men hammasini o'zim hal qilaman. Unga o'zim tushuntiraman. Ishoning. Meni Fotimada ko'nglim yo'q. Meni ham sizda ko'nglim yo'q. Tushunmadim. Sizni u yoqtiradi. Zuhra. Bu gaplaringizni unga aytasiz. Men Fotimaman. Zuhra qani? U ketdi. Qayerga? Muhim ishim bor. Birovning omonatini berishim kerak edi. Rahmat sizga. Hayır.